Salam yigit qizlar. Salam ekran oldidagi qadrli ko'ruvchi do'stlar. Elchi programmamizning bugungi sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Muhabbat insoniyat uchun o'rtaq boyliqdir. Men bugungi programmamizni fransiyalik shoir Ranluq Moroning muhabbat haqida yozilgan misralari bilan boshlay. Agar sen xohlasang, yashayli billa. 4 fasl almashgan oddiy ritmda. Xushbiroq gul, farzand kitoblar ichra şadlık çömeyli tügüsün g'amlar. Agar yoshlarımızın to'y turmushi cho'nglarning g'imi bo'lib atqanida biz g'iminglarni yeydigan g'amguzar bo'laylik. Agar yoshlarimiz uchun jo'ri tepish tas masalaga aylangan bo'lsa, biz yordam qilaylik. Chunki biz bizni qo'llagan shirkatlar haqidagi tushunchalarga qarab beqinglar. Men sizlarga g'amnak bo'ladigan sizlarning g'iminglarni yeb, sizlarga hamdamda bo'ladigan ustozlarni tanishtirib o'tay. Milliy advokatlik ish o'rnining advokati Xalida Abdulzadam. Xalidada qarshi olamiz. Shinjon san'at yo'nalining professori Gulzar Temir muallim. Gulzar muallim, qarshi olamiz. Alqishliq psixika maslahatchisi Ali muallim, qarshi olamiz. Birinchi nomerli xizmatman Qalbinur, 24 yosh, Urumchi shahardan, mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hazır kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. 2 nomerli qiz mehmon Alfira, 24 yosh, yurti Urumchi shahridan, mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hazır kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. 3 nomerli qiz mehmon Xayrigul, 24 yosh, Xotan shahridan, mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hazır Urumchida modellik kasbi bilan shug'ullandi. 4 nomerli qiz mehmon Maryam, 24 yosh, Xotan shahridan, mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hazır Urumchi shahridagi ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 1-nomerli o'g'il mehmon Elzat, 24 yosh, Urumchi shahridan, mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hazır ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 2-nomerli o'g'il mehmon Qaysar, 25 yosh, Turpan shahridan, mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hazır Urumchi shahrida yemak-ichmak kasbi bilan shug'ullandi. 3-nomerli o'g'il mehmon Abduqodir, 30 yosh, Yakan shahridan, mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hazır Urumchi shahrida ma'lum bir oshxonada ishlaydi. 4-nomerli o'g'il mehmon Oblikim, 25 yosh, Xotan shahridan, mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hazır Urumchi shahrida uy-mulk shirkatida ishlaydi. Agar sen xohlasang yashayli billa. 4 fasl almashgan oddiy ritmda. Mana shunday misralar bilan sahnadan tushishinglarni umid qilaman. Xo'sh, tunji uchrashish bakmi go'zal bo'lishi kerak, ham cho'qim go'zal bo'ladi. Qani, kim bu fursatni egallaydi? Chek tatamsiz, inim, o'zingiz tanlamsiz. Chek tatay. Yiho. Qalbinur. Siz odatda nima ishni yaxshi ko'rasiz, nima ish qilishni? Yaxshimsiz odatda shu beqaqan vaqtlarimda Janshin fan barmayam, do'stlarim bilan ko'rishib. Mana Janshin fan berishim bilan. Siz o'yin o'ynashni yoqtiramsiz? Ha, ba'zida o'ynayman. Kompyuter o'ynamsiz? Ha. Nima o'yin o'ynaysiz kompyuterda? Ba'zida do'stlarim bilan Janshin manyavimsa kishiji o'ynayman. Men mashina o'yinlar amroq kompyuterda odatda men o'ynayman do'stlarim bilan. Ko'zim shar o'xshab ketdi ekan. Odatda shu nima hayvonlarni yaxshi ko'rasiz? Odatda uyda boqadigan cho'ng'u bo'slam namisini yaxshi ko'raman. Mushuklarni nima? O'xshaydigan muzika. Menchimi? Mendan so'raydigan savolingiz yo'qmi? Savolim bor. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Elzat. Necha yoshga kirdingiz? Bu yil 25 kiraman. Urumchidanmi? Urumchidan. Odatda men bilan o'yin o'ynang desam, o'ynamsiz bir kun ashta. Bir kunmi? Ha. Masalan, ash kuni boshqa muhim ishlar bo'lmasa, masalan, ikkilimizning vaqt chiqarib ash o'ynaymiz deb deyishgan bo'lsak, o'ynsak bo'ldi. Siz qandayroq o'g'on bo'lni yaxshi ko'rasiz? 平时要是就是会穿搭，然后平常爱干净，自己有趣。 Qiziqarli o'g'onlarmi?
ba'zida birer minut nima deyishni bilolmaslikmi umrdan uzoq tuyulib ketadi. Chiqinglar so'rashga tegishli so'rab bo'ldinglarmi? Yetarli bo'ldimi? Bo'ldi. Qolgan yil to'liqlaylamsa? Qani qolgan qiz yigitlarmi bu fursatni qadrlaylik. Tunji uchrashishninki his tuyg'ularini ta'mini tetib baxmoqchi bo'lsanglar, marhamat. Faqat sahnaga chiqishga bo'lmaydi, lekin shunda qarashgan holatda paranglasanglar bo'ladi. İkinci nokmalardan adetimde hayvanlarda qanday hayvanlarni yaxshi ko'rasiz? Azaldan hayvanot beqib baxmadım. O'zim ham qo'rqayman yo'lda chashqonlarni yoki mushuklarni, itlarni ko'rsam urkib ketaman. Bak sezgirchi bu temaga asosan toshqonni yaxshi ko'raman deb javob berman azaldan, lekin toshqondan beqib baxmadim. Savolingiz tugdimi? Ondan keyin bir tanışıp bakayla hozir men gap qilg'ingiz keldi shunaqo yo'lda to'g'rishib qoldik. Qandaq bir usulda men bilan salomlashib, ko'nglingizni menga ifodalaysiz, qaysi usul orqali? Masalan biz Talla bozorga bir narsa yemek içmek setilish uchun kirib to'g'rishib qoldik deylik, shu yerdan boshlandik deyman. Tanishib bekman men bilan. Aylanlar Talla bazırda. Men ko'rdim hozir. Talla bazırı deylik, mana meklanlar ha. O'tirib chiqandik. Jiraqdan turib Talla bazırda hay oy deyishim bir apsiz ishqo. To'g'ri. Men o'zimga ketarlik turmush buyumlarini setib olib kirdim. Siz jiraqdan ko'rib, menga ko'z qizarib qaringizni soldingiz, nazar tashladingiz. Men qanday usulda bir gap ochmoqchi. Ben mabinasini alay debdim, bu tapamay qaldım bilasizmi buni? Kechiring, men Talla bozor ochmayman, prikazchikdan so'rab baqsiz qanday ular. Men birim aql kirgandim. Siz nima qilib kelibdingiz bu yerga? Men necha kun bo'ldi-chan, men sizga diqqat qilib shoma bir tunishib qoldim kerak gap qilgan. Siz musha tarafda o'tirdi ekansizlar qolganda, ammo o'zingizga kerakli narsalarni aql kirgandim, beramdingizmi so'rab qoldingiz. Appasam appagilar. Rahmat bo'ldi, rahmat. Oy, chiqinglar ilgirlash bak tezmi? Sizga diqqat qilayotgan tunishib qolaysiz, beramsiz deb. Alfira, men biza gap so'qolay dedimda, endi so'rash uchun bir maqsad va necha kun bo'pti ko'z tishigini uchun bir maqsad va deb beramdingiz deb tushdim endi. Masalan, Abbas olamsiz? Olmayman. Bu inimmi bak udulkana bevosita ifodalaydi ekan. To'g'ri. Naq mushundaq yigitlarimiz bir xil kayni yinib ketayotgandek deb o'ylaydik. O'g'illarni turgun emas deb cho'nglarimiz ranjib qoladi. Turgunkan-ku mana. Chiqiblar qandaq nadni olma, voy sizmi nima qilib kirgandingiz, sizga diqqat qilayotgandim, tanishib qolaylikmi? Udullar. To'g'ri. Sizga nisbatan bak xatar his qildirmadi shundami? Yo'q. Bexatar his qildingizmi? Bexatarlik tuyg'usi his qildim. Shu beradigan bitiniz deb sizda? Rahmat. Tunji uchrashish go'zal bo'ldimi? Canlarga beringlar. Min qoidadan bir chora afzal deb asl qoidamizda faqat bir jup qiz yigitlar sahnada tunji uchrashish fursatidan bahramand bo'ladi. Mana bugun chora qilib baqandiq, Talla bozor yasidiq o'z ko'nglimizda. Manzirni Talla bozor deb ko'z oldimizga keltirdik. Shuningla ishqonlarning tanishishimi go'zal bo'ldi, ya. Xo'sh. Bog' yasaydiganlar bo'lsa chiqinglar. Tog' yasaydiganlar bo'lsa chiqinglar. Manzirlik dengiz bo'yi deb tasavvur qilganlar bo'lsin chiqinglar. Meryem. Mesela Amis'ten so'rab baqsam bo'lamdi. O'rtaq bir savol so'rab baqsam, masalan, sizlar o'g'illarning nazaridagi hozirgi zamon moda iqmi degan nima? Masalan, yurish turish jihati bo'lsin va yoki bizning turmush jihati bo'lsin, sizlarning nazaringlardagi moda iqim deganni qanday qaraysizlar? Mening o'ylig'imcha, hamda moda iqim bo'lsa, boshda kiyim-kechak va yurish-turishdan bo'lamiki deyman. Iqim. Unda bo'lsa siz masalan sizning qiz do'stingizning andan ilg'i qizlarning qanday kiyim kiyib yuradigan qizlarga amroq yoki ilg'i kiyimki
Masalan, muhabbatınız bo'lmasin, to'y qilib qolgandan keyin juftingiz bo'lmasin, qandaroq kiyinib yurishni yaxshi ko'rasiz? Men odatda u qandaroq kiyim kiysi yoqtirmaydi deb o'ylamayman. O'ziga yarashsa, chiroyli bo'lsa, yaxshi kiyalisam, moslashtirib kiyalisam bo'ldi. Shu kifoya. Boshqa talab yo'q. Talab yo'q. Rahmat. Bugungi mush sandan bir juftlar chiqib qolganda bir yugan bor menda. Ashtaqma, sezim bormi sizda? Men shunday bir sezim turdim. Qanaqasiga? Men mush 2-nomerlik Mayr bilan o'g'il 2-nomerlik Mayrni bir ikkisini bir uchrashtirib tushunish hosil qildirib baqsangiz demoqchi. Kim bilan? 2-nomerlik O'g'il bilan o'g'il. Nimishqa deganda? Men bu 2-nomerlik qiz bolniki o'zining kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullandi ekan. Bu 2-nomerlik o'g'limiz aşpazlık kasbi bilan shug'ullandi ekan. Bular ikkisida o'xshamagan bir kasb bor ekan-da, har ikkisi o'z oldiga bir kasbi bor ekan. Bularniki bo'y turqimi ikkisiniki moslashib qolgandek turdi. Mening ko'nglimda mush ikkisi qo'l tutishib chiqib kelsa men baxo'sh bo'ldim. Bo'ldi, Xaldadanning orzusi bo'yicha chiqinglar qani. Bir tushunishib beqinglar. Bu bir yangilik bo'lg'ida ekan. Xalidadan programma 5-yilda bu tasavvurni o'tirib qo'yib qoldi. Ham natijasini qanday bo'lganligini uqmaymiz qani. Kelinglar. Endi buni tanlov bozori demayli. Nada tasavvur qilaylik yoki bo'lmasa elchi sahnasi deylik, ya. Amaliyotga qaytaylik. Bo'ldi. Qanday holingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingizmi yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Jiddiylashmam bo'ldi, hech qisi yo'q. Siz shu Urumchidanmi? Ha, Urumchidan. Sizchi yurtingiz qayerdan? Yurtim Turpandan. Turpandan. Ammo turishlik o'rningiz Urumchida. Ha, Urumchi turyapman. Urumchida nima kasb qilsiz? Oshpazlik qilaman. Oshpazlik qilsiz. Men kiyim-kechak tijorati bilan shug'ullanaman. Jiddiylashmam bo'ldi, men savol so'ray sizdan. Siz savol javob topolmagan bo'lsangiz. Odat nima ish qilishni bekrak yaxshi ko'rasiz? Ishdan tushganda, ishdan sirqa vaqtlarda nima ish qilib vaqt o'tkazasiz? O'yin o'ynayman asosli. Qanday o'yin o'ynaysiz? To'xoyish. To'xoyamsiz? Chiji. Chiji, to'xoya, boshqa narsa yemamsiz. Ammo bu o'yin o'ynashlarga chiji deydigan gaplarni men bek bilib ketmayman, o'yin o'ynab ketmayman, telefondan shu so'rag'anim sizdan. Asosli shu chiji o'ynayman yaxshimiz. Bir kunda xizmat vaqtingizdan sirt qancha kun orom olishingiz bor? Oyda 2 kun. Bir oyda 2 kun shunami? Siz bu bir oyda 2 kunlik orom olishingizni qanday ish qilib o'tkazasiz? Bozor cho'gilaymi? Bozor cho'gilaysiz. Nima sotib olasiz masalan? Bir narsani sotilishni maqsad qilib cho'gilamsiz? Yo'q, aniq. Ko'nglim nimaga dalsa shuni sotib olma. Buni sotib olasiz. Bo'ldi. Menda so'raydigan savolingiz yo'qmi? Yo'q, bor. Qarab turmasam jiddiylashgan bo'lsam, men qarab turay bo'lsa. Bundan yaqinlarlik parangiz baxmoq ekan. Joyimiz ketib parangishamdi qamsa. Bo'ldi. Mana 2-nomerlik Mayr o'g'il olganki qo'rqmay gaping. Nimishqa deganda men sizlarning ishinglarni bundaq deb qo'ygan bo'lg'ashqa balkim sizning ko'nglingizda azroq bir besim bo'lib qoldi, ya. Nima bo'lib qoldi? Shuning uchun o'g'il bola qiz bolaga nisbatan azroq ko'nglida bir sezim paydo bo'lganda gap qilishdan o'yildigan bo'lib qoldigan ish va Ali ma'lum shunday ish bormi, ya? Shuning gap qilolmayman deb odamsiz. Men endi shunday his qildim. Bu bir oila deganda ayol ikisiga bir kasbni qilsa yaxshi bo'ldi deydigan gap bor, lekin meningcha bo'lganda o'xshamagan kasblarni qilsa bu texmi yaxshi bo'ldi. Har qatdan bir yangiliklar bo'ladi bu oilada. Shunday ishlarning o'xshamaydigan kasblar bor ekan, bo'ylaringlarmi muvaffaqga Turpan degan 2 soatlik yo'l, sizning Turpanga ketmi. Shunday qaslarni ko'proq bir paranglish baqamdiki degandim. Qo'rqmay gap qiling afkam. O'g'il olgandiki. Yoqtirmadi o'g'ay bek gap qilishni xohlamadi. Yo'q, unday emas. Yoqtirmasa erkin azada gap qilaveradi. Shu yoqtirib qoldi, erkin gap qilmaydi. Turpanchi buyruqdan birini bering, ha? Hey ukame, o'g'il olganki, qo'rqmay gap qilmamla. Nima deyishimni uqmadim. Siz men deganda azroq sizim bormi sizda? Rasga qiling. Shunday rasga qiling. Rasga qiling, ha? Uy, mana Alfiram rasga qiling deydi. Ya bunda hozircha bunda gap Alfira siz qo'rqmang. Faqat
o'g'illarla bizning zamonimizda qas o'g'illar kelib shu meni menga talab qo'ydi ekan deb hang o'qib o'tiribdi ekanmiz. Biz vaqtimizda o'tganmiz. Hozirgi zamonda qizlarmi o'g'illarga talab qo'ya oladi, o'g'illarmi qizlarga talab qo'ysanglar bo'laveradi. Bo'libmi qizlar o'zinglar bunda bir yaxshi ko'rgan yigitlar bo'lib qolsa, qo'rqmasdan, qo'rinmasdan, tatinmasdan berib o'zinglarning ko'nglinglarni ifodalayveringlar. Bu yomon ish emas bu. Ishga g'iljonliqqa qilgan bo'lsa, talab qo'yardim sizga qarang shunchalar talab turishingizni. Yurakli gapni qildingizmi? Alfirada men azroq sizim paydo bo'ldi. Vaqtning o'tishiga erishib nima bo'lib qolar. Hozir oz to'la dandoq endi. Qolgan endi keyincha paranglashib o'tiribdi. Turibman yoqda. Shu vaqtni ichida bo'lib qolishi mumkin. Bo'ldi, rahmat. Hozir mushtabda men bir o'nglashtirib beray. Sen shu 2 nomerlik shu qizni masalan birdan tatib 10gacha desak, darajasini sening yoqtirish darajang qancha bo'ldi? Nomer qo'yib yiqma deydi. Birdan tatib 10gacha nomerni ichida yaxshi ko'rsang 10, yaxshi ko'rsang 1. Qag'inimda tanishib deyman nomer. 50 qo'yma? 5 deymiz. Sizchi? Yurishtirishga qarsam qilib bo'ldiganda kostyumni qatirib kiygan bilan qatirib gap qilolmaysizga. Tuyg'ungiz qarang, tuyg'ungizga asosan nomer berib yiqing deydi. 3. 3 ga 5 ni qo'shsak 8. Unda qo'shmaymiz uni. Ya qo'shbaqsaq 8 layoqatliksan deb turaylik. Bagajlarimiz zo'lab qo'shsiz undaymi? Voy nim bo'pti qo'shsa. Nemini qo'shsiz, nemini? Nim bo'pti qo'shsa. Sanoq degani qo'shdi, oladi, ko'paytirdi, bo'ladi. 5 qo'shib 8 qildi. Rahmat. Bu yaxshi bo'ldi. Xalda adamning programmamizga qatnashgandan beri izchil turtkilik rol o'ynayotgan ko'pchilik ayon. Mayli Gulzar ma'lum bo'lsin. Boshdan oxir bu safar bizga hamroh bo'lib kelayotgan bu karvonimizdan tushib qolmagan Ali bo'lsin. Hammaylar Harvining rolini o'tayotdi, a? Harvi chaqib mangdi deymiz, lekin birov kelib ishtamisa Harvi mangmaydi. Shunga yoshlarning tirishchanlik ko'rsatishini davomli bo'shashmay, ma sahnaga chiqishlik asli maqsadini unutib qolmasligini umid qilaman. Tunji uchrashishni nishada oxirlashtiraylik. Biz endi sizlar yaxshi ko'radigan, bizni ham o'ylantiradigan ikkinchi bosqichga halqib o'taylik. O'rtaq tonish. Qani, ekran qaranglar. Ağır kadını ispirme. Osanmadım, fakat osanmadım bu yan yetledi. Ayyo, ne sana bir perdesi dedim mi? Özen çürük, özen asanma. Ben bir talağının işini kılmayıvattı ben, bu şu öğünün fazlıkını kılıvattı ben. Osanmamasam siz karım kuttırarsın mı şundan? Asamasa kutmayın, bir şeyler atmayın. Eyni uğallar boğan ki, göççün ornunuzdan durup bir oğuşap versiniz, nim bulursunuz. Aşkanının turbusu mu, turuluk buzluk dağın ne var? Üzen bir amanlık kılıp konuşar. Buna hazır yanı suyu tip ekvatın asla das koyup koydu. Vay. Primacık telefon kılmamsa, muhalif mi kılsa ona? Vay siz durun, primacık ben telefon kılam ben. Vay bu, muhalif telefon kılgan aşkım, sen kıl, ben kıl besip cüme. Vay. Oldu başka gepini o kuyaylı Johan'ın işini kılıvetkende söz edipkensiz. Aşkanlar kırıp, akışkımda bir bilet yerin emin. Kızlık yapırken sana Çinli gene sütüye şirtiyle var, nasıl biz bile botanmalar kim yani? Şürek, koycan. Ama acılık kımını ki ya? Koydan Mehmet. Ben bu hikayeni anlap, er kişinin ayalığa qattiq köngül bilmeydiğen, uyga qattiq köngül bilmeydiğen, özünlam oylaydiğen biri. İşte bir adamlikini sıkıp kaldım. Şu öz xoşal basılan, hiç qanday iş bilan kari yo'q lan bir adam ekan. Hiç bo'lmasa qaysi ishlarni qilishib bergan bo'lsa bo'ladi. Hiç olmaganda bir turbini adam chaqirib o'nishib bergan bo'lsa, yo dam olish kuni bir so'rindim baldiroq qaytib kelib, bu o'yin ishlarni qilishib bergan bo'lsa, bir kun bo'lsin to'xtab turgan bo'lsa, mayli deb, balnimi olmaydi ekan o'ziga berib. Bir kun balam ağlar deb o'ylamabdi. Men shu bu aniki mas'uliyat tuyg'usi yo'qqa o'yib bo'lgancha, bo'lsa oilasiga bakrak ko'ngil bo'lsa, shu aloqa buzilib qolgan, o'zi qilolmay qolib qolsa, o'zi qilolmaydan aloqa to'rpa o'ngishaydigan, agarcha shuni o'zi qilolmay qolib qolsa, boshqa remont chaqirib bo'lsa qilsa, endi damalish kuni bo'lgan ekan, bu damalish kunlarda bo'lsa oilasidagilar bilan
billa aylanib bozor aylanamdi yo sayohat qilib kelamdi shuna qilsa to'g'ri bo'libdi her kişi hem de bir oyunu tutkandı genelde bir yıl mesela oyunun işi mi çıkıyordu bir oyunu tuttu diyen gibi bir Türk ne kötü yaptı o diyen gibi butken bu adam ünidep ne makanda belki hizmet aldıraj vay manıqa mesela ma balam okuş bulsa ya ki ayalım bunda binaz yaxşı gün geçerse de belki aldırajlap ketkenlikin hem de şu mesela turbası buzulup kaptı onu oğuş tutup vermeyken pek mesuliyetsizlik qilib Demek oğullar hammalarning ko'z qarashi asosan bir yerdan chiqdi. Bu ayolga nisbatan ish chaqirtish, istaşlik qilish, ma erning mas'uliyatsizligidan afsuslanish tuyg'usida bo'lyapsizlar. Qizlar sizlarchu. Esimni bilsam, kichigimdan uyninki ig'ir ishlarini dadam qilib kelgan azaldan. Adisi seko'tatlarni opam bilan biz birga chiqib akratdik azaldan. Uyda qirqat uydigan adisi parda juyib asdigan ishlarni biz qilatdik. Uning dadamni aralashtirmaydik, ammo go'sht akirdigan, un, may, kurush yoki chiroq buzilib qoldigan adisi, kuch talab qildigan, zehn talab qildigan ishlarni dadam qilib berdigan. Shuna bir esimda opam dadamga ay mavo qaraqsan nim qilib go'sht o'tmaydigan bo'lib qoldim. Shuni bir chaqlab bersangiz bo'pti degan vaqtda dadam qo'liga bir chinini elib, chinining keyniga shu bilabjo. Aqaraqni ishtiq qilib go'shtni chanab, shu kesib ravus qilib to'natib olib berib qilgan esimda bor. Shunga har doim ashta qiladi. Opamni go'shtning ishlariga aralashmaydi. Dadam hafta kunda bir qaytim go'shtni elib, akirib uyga o'zi teli qilib parchalab qildigan. Mencha bir oilada o'zi qilishga tegishli ishni qilsa, ayol kishimi o'zi qilish tegishli ishni o'zi ado qilib mansa, ikki tarafga bo'lgan besim bo'lmaydi. O'zaro barobar holda, ammo odam o'zining ishini o'zi deb qilsa, mencha jiq ixtilof bo'lmaydi. Butun mas'uliyat ayol kishiga yuklanib qolgandan keyin ba'zi ayol kishilarimizda ig'ir keldi. Men çoğanda şu var kişi ailesi bo'lgan mas'uliyatçılığı azroq tuvan alandan keyin ayolning ishlarini cho'qim ayollar qilsa deb bilib o'zidan keyin ish qilib mau pul tepib akirib bersammi bo'ldi deb o'zining pul tepishdan boshqa ailesida qilish tegishli ishini o'zi qilmaydi. O'zining ailesi bo'lgan mas'uliyatini ado qilmaydi. O'tgan nima deganda qizlar, ayollar haddidan ziyoda bek qaysar bo'lib ketganda o'ziga tava bo'lgan muhabbatni yo'qotib qo'ydigini. Andan masalan hikoyani anglasaqlar hamimizning qalbimizga keldigini bir mas'uliyatsiz andan uyga oila ko'ngil bilmaydigan deb o'ylaymiz. Andan o'ylig'ini u mencha oila emas, faqat bir uy. O erning ko'ngilda o'ylaydigini birinchi qitim, ikkinchi qitim, uchinchi qitimlar o'tib ketdi. Birinchi qitim dedi qilpamdi, ikkinchi qitim dedi qilpamdi, uchinchi qitim dedi qilpamdi. Andan ayol davomli o'zi umsiyverdi, qilverdi. Erning qalbisida shakllangan narsa nima deganda, buningga men bo'lmasam, bunchalik ishni o'zi umsiyverlaydi. Buningga bunchalik ishlarga lozim bo'lmayman-ku degan itlar erning qalbisida. Shunga qilib buni mencha bir erning mas'uliyatsizligi deb qarashim bo'lmaydi. Balkim shu oiladan o'ziga tava bo'lgan hissiyotni andan bo'shliqni topolmagan. Shuningda bir ko'ngilsizlik ziddiyatlar kelib chiqdi deb o'ylayman. Qizlar, o'g'illar o'zinglarningki maydonda turib nayt yaxshi tahlil qildinglar. Hammanglarningki o'z oldinglarga to'g'ri. Bo'libmi? Meryem'nin tahlilde özgüçlük var. Nurgun ayollar faqat yestaşlık noktasıdan şu ayol do'sti davrdishiga nisbatan bichara bak harg'in bo'lib ketibdi. Bu er nemancha mas'uliyatsiz deydi-yu, u ayolning ketkizib qo'ygan taraflarga qoida aql yugurtib bulamasligimiz mumkin. Endi men shu nuqtada Xaldadan bir savol so'rab beray. Xaldada siz ko'ngilsiz sud maydonlariga ko'p chiqsiz. Chunki bu sizning xizmatingiz. Mesela ajrashish delolarını misal alaylik. Bir aile yemirilish oldida siz ular guvohchi bo'lasiz. Ularning hikoyasi quloq solsiz, azoblari quloq solsiz. Mana shundaq quloq solishlar jarayonida bek harg'in, ailening haddidan ziyoda yukini o'zi ustiga avilib, eng oxirida bardoshlik berolmagan ayollarni ko'p uchratdingizmi? To'g'ri.
Hazırkı muşundaq ahval astida ko'pincha oilalarda shu aqibatining natijasi qanday bo'ldi deganda ajrashib ketadi. Nimishqa deganda bu ayol erga muhtoj emas. Torbuni o'z ekilib o'ngshiy oladigan bo'ldi. Go'shtni o'zi chamiy oladigan bo'ldi. Su yo'q bo'lsa o'zi suvni ekilib uni hal qila oladigan bo'ldi. Demak, erga nisbatan hech qanday ehtiyoji qolmadi uniki. Bir yo'l bir uydagi erni o'ziga yo'lanchuk deb hisoblayolmadi. Unda bo'lgandikan o'ziga bir yo'lanchugim bor deb uni hisob qilamagandikan ikkisining o'tirsidagi azroq ziddiyatmi ayolga nisbatan besim paydo qildi. Uyning hammasini men qilib olsam, o'zim pul tepib, o'zim beqib olsam, men taxi seniki bu xo'ylaringni, men datlaringni ko'taramdim. Bo'ldi, men senga muhtoj emas. Berib men sen ajrashib ketib, men ishimni o'zim qilsam, o'zim ozoda turmush kechirmamdim deydigan mushtaqalatga keldi. Endi ba'zi erlar nima deydi deganda, meni ko'ziga ilmaydi, meni erdak ko'nmaydi deydi. Shundaq ahvol ostida kelgan vaqtida mening birinchi bo'lib so'raydiganim dal mushu ishlar. Amaliyotda bu uyning kichik ishlari. Mushu ayol sizni nima uchun ko'ziga ilmaydi deb siz oila ishlarida nima ishlarni qila olasiz? Desam, andan keyin torba almashtirish. Balla dedi, amaliyotda bu ishlarni o'rgansa qiladigan ishlar. Bu ailada ham da hozirgi adam chaqirib ekildi. Adam chaqirib kelsa, yanchiqdan pul chiqib berdi. Adam qilganni adam o'rgandi. O'g'il bol deganga 72 xil yuna ozliq qiladi. Şunlaşqa uni o'zi o'ginimman men qilaychi deb qisib bular berdi. Shuning bilan bu go'shtni kelib chaniga vaqtida o'g'illarning kuchi bo'ldi. Akilib bingshan to'nglatqilaq sepasi bo'ldi. Shuning bilan bu har qanday ishni qilmasa, o'zi qilmasa, buni ayol qilsa, albatta ayolning yuragida u yo'lanchik bo'lamagan erning hammasi ayolning nazarida u o'rni yuqori ko'tarilmaydi. Cho'qim ayollarga balalarga yo'lanchik bo'larligan voy dadam bo'lmasa bo'lmaydi jumo bizning oilaga bir ayol kishiga nisbatan aytganda voy bu er bo'lmaydi jumo bu uyda degan hissiyotga akilalgan er kishi pul topamizmi oilada pul muhim lekin bu pul birinchi omil emas iqtisod birinchi omil emas balki bolalarining ayollarining oldida ilqi ko'p pul topamizmi pulni tejashli qilgan, pulni buzib chashmaydigan, uyning ishlarining hammasining pul xashlaydigan ishning o'tisidan o'zi chiqalsimi pul topgan bilan o'xshash. Shunlashqa bolalarining oldida, ayolning oldida yo'lanchik bo'ladigan er bo'lsa bu oila shunday yaxshi oila bo'ldi. Rahmat ada. Muallim, sizmi issiq sovuqlarni boshdan kechirib baqqan Gerçi özünüzün turmuşu nurgun hikayeler yüz vermişsiniz. Ani şundaq hikayelerinin içinde personajlarının obrazını yaratish jarayonida ayollarning turmushiga ko'ngil bo'lgan bir san'atkorsiz. Sizningcha mana shundaq turmushga yo'liqqan qizlar agar turmushini buzish xiyoli bo'lmasa, qanday qilib bu erni mas'uliyatchan tarafga olib kelalaydi? Endi birinchisi mas'uliyatchan to'g'riliq ma o'g'illarni dedi. O'g'il bola cho'qim o'zining erlik mecburiyetini to'liq joriy qilish kerak bir oila tutganda. Abiyam deb o'tdik bir muhabbet bog'layotgan davr bilan to'y qilgandan keyingi vaqt davrlar o'xshamaydigan bir bularmi mas'uliyatchanlik bo'lish bir nayt cho'ng ish bo'ladi ekan. Erlar o'zining mas'uliyati, ayollar o'zining majburiyati degandek. Ma bu itotda biz ko'rdik. Qizlar degandek, ma qizning 4-chi Maryam bu qizning gapiga aytdi. To'g'ri qildim. Ma o'g'illar mas'uliyatchanlikni dedi. To'g'ri, birinchisi mas'uliyatchanlik kerak bu o'g'ilda. Ikkinchisi mush qiz degandek, ayollar bak o'ziga mayli ishning, uyning ishi bo'lsin, hammasini o'ziga tortib olsa, rost degandek o'g'illarni o'rin qilib qo'ydik ekanmiz, bekor qilib qo'ydik ekanmiz. Endi o'zimning oilasiga kelib aytgandimmi, men o'zim kuchliq ishni cho'qim qilaman deb o'ylayman. Uyning alaqdek tamoq, sepay. Hatta meni yo'lchimga aytib berdi o'saylarni. Ashta ig'ir ishlarni cho'qim yo'lchim qiladi. Turba yasay olaydi, toknumi yasay olaydi deb ketdi. Men dedim, siz tushundan o'qiyotdingiz dedim. U amaliyotda bir kino rejissyori. Uyning rost degandek, shu toklar buzilib qolsa yoki turba buzilib qolsa, adam chaqirib bo'lmasdan burun hamdi o'zi qilib etadi bu ishni. Chaqirganda bakrak diqqat qilib ko'rdi. Hatta o'g'limizni sen uy tutsa atdigin.
çoğum ben ügenmeke. Debetten maşından çakını yengişleştin tatıp ügetti. Demek bir oğul olarak biz atanımı bir ügtüş. Ma kelgüsü ma öyünü kandarak tutalaydı degen näsege bir kallık atırıp atanla mı oğullarga kılıçlık tegişli ügtüş gerekken. Şu işlağı seliş gerekken. Ayallar mı analar kızıga mäke. Sen kelgüsü bir toy kılıp bir erna ayal bulursan bir anı bulursan. Aş ballarını kanda terbiyeleysen yol şomlar kanda yaxşı ötəleysən degendek. Burunqı geplərdə mındaq meyde tamaq yaxşı bolmasa sırt qarab qoyuldu deydigan erlərni. Onun mu azraq nimisi badu. Öyle yaxşı ısıq tamaq, ısıqlıq, köngüllük bolmasa erlər talaq qaçıdı deydigan. Bizdə kiçik vaxtımızda şunda bir geplərni anlaydı. Demek ayallarımı öz mecburiyetini, öz qıladigan işlerini cari qilib yaxshi qilsa, mulayim bo'lib, o'zi qilamagan ishni bir so'rab turib, hozir qilib berma. Yumshoq, tatlı gaplar bilan aldabshilab bo'lsinmi? O qapilikni yo'qotsa, erlarmi o'zining qiladigan ishlarini, masalan, yigit sirtlar o'tirish bilan bo'lib ketdi. Chunki bu ayollar ishni o'zi tatibdi. Hatta bolni ekkelsan, men tamoq etyapman deydigan gapni qilmay o'zi tatibdi. Deymizmi? Mush qiz deganiga nayt qo'shilma. Biraz oğlağım iş bəsək oğudək öydə. Bolmasa ola, ma ayalim qılıbıdı degen bilen qılmaydıgan bolup qaladı ki. Rahmat malım. Mana çoğlarning tafakkuri çoğça, yaşlarning yeniçi bulur ekan. Hammanglarning ko'pchilikka bahr bagidek fikr baginiga rahmat. Atan tarbiyasi rasmoyum. Oğullarım atısından ögündü, kızlar anısıdın. Şuna bu noktada kelgüsüde öğüt tutulğanlarına nispeten atanlar uşarlığını aşırmasa, orun jigit, bişem kilin veya ki mesuliyetsiz er, talaq qaçıdığan ayal degendek tragediyalarga sebepçi bo'lib qilishimiz mumkinken. Gapni yig'ib akaganimizda bir naqshini anglab bitib, eng muhim yeriga qadam basamdiq. Ko'ngillik damlarda ko'ngillik naqshlarni hamroh qilish elchi programmamizning qoidasi, chorasi bo'lib keldi. Qinamsa birlikda anglaylik.
Sucuk koygan sarayının Kırgıleyme aşığım Yala kırgıleyme aşığım Zedvali yok miken Koynuna aşığım Zedvali yok miken Koynuna aşığım Aldırıp vergen könlünün Kırgıleyme aşığım Yala kırgıleyme aşığım Etvari yok miken Koynuna aşığım Etvari yok miken Koynuna aşığım Koynuna aşığım Yigitlar, qizlar. Nima? 3-chi bosqich. Alfiradan a? Chiroq yondirish yoki o'chirish Eng oxirgi tanlash. Ha. Oy, sizlar yaxshi ism qo'yibsizlar. Chiroq yondirish, o'chirish bosqichi deb. Eng oxirgi tanlash. Endi yigitlar chiroqni o'chirmay tursizlar, qizlar. Qoidamiz bo'yicha ko'nglinglarga tutgan nishon bo'lsa, chiroq yeni qalatda. Bo'lmasa, o'chsin. 3, 2, 1. Yaxshi ahvol. Ish bo'lmasa ishki chiroq yongan holatda turibdi. Alfira, Qalbinur, ko'nglinglardagini menga deb beramsizlar. 阿伯，和1号男嘉宾交流的时候，就觉得我和他的性格好像比较合得来。就是平常做的事情，他也喜欢健身，我也喜欢健身。他也喜欢猫和狗，我也喜欢猫和狗，所以想和他再了解一下他。O'rtaqlasha oladigan, yaxshi ko'radigan narsalar ko'p chiqibdi, ishkanlarning. Undaq bo'lsa, birinchi nomerlik yigit ismingiz? İsmim Elzat. Elzat. Qalbinurning fikriga qanday qarshingiz bor? Men shu birinchi bosqichda tunji uchirishda paranglashdik. Paranglashib, shunda ko'nglim yoqdi, uning ustiga mening yaxshi ko'rib yoqtiradigan leyshinimga o'xshaydi-ku, tanishib bir xil. Suyuji, işte his qildim. Uning ustiga men bilan tam o'yin o'ynay oladi-ku, chin o'yin o'ynashim kompyuter o'yin o'ynash bir masala bo'lganda-ya. Ondan bu masala men bo'lgan o'xshaydi. Ammo chiniqishlargamroq degandek suv jumlashlarga, hamda qart terilib, işte Başta his qildim hamda men chiniqqan odam bo'lganki cho'qim mana shu narsalarga mamroq deb. Bo'ldi o'yinim. Chiqinglar, sahnaga chiqamsizlar. Oxir Elzatning kompyuter o'ynashini yaxshi ko'radigan, kompyuter o'ynashiga hamroh bo'la oladigan bir odam chiqdi. U bo'lsa-mu Qalbinur. Endi biz Alfiraning masalasini hal qilaylik. Alfira, chiroqni nima uchun saqlab qoldingiz? 2-nomerlik oshpazning menga deydigan gapi bordek his qildim. Gapi bordek his qildingizmi? Qaysar, gapingiz bormi? Agar sizning bo'lmasa, men sizga deydigan gapim bor. Ikkimiz muhabbatlashdik. Munosabat o'rnatdik, ya'ni. Siz ma'lum bir kuni kechda meni tomoqqa taklif qildingiz. Uningdan burun men siz bilan ko'rishish jarayonida mening noyati gulga amroqligimni sizga deb o'tdim. Siz mening gulni yaxshi ko'rganligimni bildingizda, bugun kechda masalan, meni uchrashishga taklif qildingiz, ko'nglingizda bir dasta yo'g'on qizil gulni elib, menga sovg'a qilmoqchi bo'ldingiz. Ammo men bilan uchrashish uchun tayyorlangan vaqtingizda tuyuqsiz bir jiddiy ishingiz chiqib qoldi. Siz ishlaringizni tugatib, men bilan ko'rishishni aytdingiz, saqlab turishimni talab qildingiz. Men ma'qul bo'ldim, sizni saqlayapman. Hozir saqlayapman sizni. Siz ishlaringizni qilyapsiz, lekin siz ishingizni tugatib, gul do'koniga berib, gulni og'ichi orliqda gul do'koni taqilib ishdan tushib ketdi, kechib ketdi. Siz gulni menga sovg'a qilmadingiz. Undaqda siz gul do'koniga bag'ichi orliqda yo'ldan o'tdingiz, bog'chidan o'tdingiz. Qizlarniki kirim buyumlari, lozimliklari sotadigan do'konning oldidan o'tdingiz. Oxirda gul do'koniga berib, gul do'konidan taqilib ketganini bildingiz. Siz meni oldimga quruq kelmoqchimi yoki? Yo'q, cho'qim men u chaqda cho'qim kirim buyumlar do'koniga kirib, cho'qim kirim buyumlardan tanlayman. Kirim buyumlarni tanlaysiz.
Başqa narsa tanlab olib berishni o'ylashmadingizmi? Boshqa Lekin siz mening gulni yaxshi ko'rganligimni bildingiz. Bugun menga kechda ko'nglingizda gul so'qqanmoqchi shuni pikib bo'ldingiz. Dastlabda yoki bo'lmasa men dastlabda men gulni olib qo'ymay ishimni bitirishdim burun. Oldi bilan o'zimning ishini o'ylashib, oxiridan keyin u ishni qilsam bo'ldi. Agar chanda u ishni gulni olmagan bo'lsangiz, gulni olmay qolib qolgan bo'lsam, girim buyumlar do'koni o'chiq bo'lsa, cho'qim girim buyumlar do'konidan girim buyum olma. Chunki qizlarning hammasi girim buyumni yaxshi ko'radi. Bo'ladi. Javobi ko'ngilga yoqdimi, yoqmadimi? Yoqmadi. Yoqmadimi? Asli qanday qilsa bo'ladi? Men deb o'tdim-ku, gul do'koniga berishdan avval bog'chadan o'tdingiz, yo'l bo'yidan o'tdingiz, girim buyumlar do'konining oldida o'tdingiz deb. Bog'chada gul bor deb o'yladingizmi? Albatta, ba'da hech bo'lmasa gul bo'lmagan taqdirdami bu balaning maqsadi menga gul so'q qilish. Maqsad pul emas-ku, ko'ngilningki alaligi eng muhim. Hech bo'lmasa shu bog'chadagi bir tal gulni elib so'q qilib, bugun kech qoldim, xafaman. Aslida baldur kelsam to'g'ri bo'ladi deb bir tal gulni bergan bo'lsam, chiqim, menga iliqi bir dasta qizil gulni berganda bakrak xush bo'lgan bo'lardim. Yo'q, unda qilsaqma bo'ldi. Lekin yo'q, bo'ldi, endi kap bo'ldingiz, oldimga bo'ldi. Ammo men o'girim buyumdan hozir menda baygirim buyum. Rahmat. Menga qilay-a? Siz bog'chada shunday chiroyli echilayotgan, hamma odam uningdan baharlanishga tegishli bo'lgan, sizning ko'nglingiz uchun boshqalar baharlanadigan shu guldan bir talni uzib turib, uni nobud qilib turib, andin sizga sovg'a qilishini yoqtiramdingiz. Birinchidan gulni baribir o'zimizga men hisob qilmoqchi bo'lgan gulni qachon o'zib elib, chiroyli tizib ratlab sovg'aga baribir. Ikkinchidan qarang'i tushib ketgandan keyin hech kim ko'rmaydi bo'laydi. Men shuni naqa so'ramoqchi. Bu bir shaxsiyatchilik Alfira, bu bir xato qarash. Nimishqa desangiz, bog'chadagi gullarni agar har bir qiz bola o'g'il boladan shuni talab qilsanglar, har bir o'g'il bola uni qizlarning ko'ngli uchun bog'chadagi gullarni birdan-birini uzsa, u bog'chada gul turamdi. Bu degan ommaviy go'zallik uchun qo'yadigan davlat noyati nurg'un mablag' chiqarib qo'yadigan ommaviy go'zallik ham mushu kishilarniki mushu ommaviy ko'z qarashi bo'lishi kerak. Siz gul do'koni taqaq bo'lsa, mabal to'g'ri gapildi amaliyotda. Gul do'koni taqaq bo'lsa, men uning o'rniga girim qizlarning hammasi girim bo'yimni yaxshi ko'rdim, va girim bo'lsa-mu, akilib men degan va'dam uchun sovg'a qilaman dedi. Siz bu yerda cho'qim men gulni yaxshi ko'rgandan keyin sen menga gul taqdim qilishing kerak desangiz, bu yerda azroq bir shaxsiyatchilik bor. Bu o'g'ilvalni agar mushtaq bo'lsa, bir yomon odat shakllanib qoldi. Lekin o'g'ilval uni o'ylabmi baxmidi? Bog'chadan bu gulni uzib sizga akilib uni berishni bu bola azalni o'ylab baxmidi? Rahmatmalim. Chunki mening ko'nglim muhim emasmi bu yerda? Endi shu shundoq bo'lgan ekan, men onun orqali ko'ngilni olsam bo'ldi. Hammani tushuntirib o'tirib, başta Allah'mıqamısam, Allah'mıdım deb o'tirib, aldirash bo'lib qolib, Allah'mıdım, endi borgan vaqtimda taqaqkan, endi girim buyumlar do'koni uchrab qoldi, sizga girim buyum og'ash keldim. Unda uni nima qilsam tushuntirib, nima qilsam cho'qim qabul qildi deb o'ylayman. Bu sizning maydoningiz turib o'ylasak balkim shundoq. Alfiraning maydonida turib o'ylasak bayatın xalda adam dedi. Endi bog'chadagi gullarni haqiqatan xalgancha uzishga bo'lmaydi. Lekin endi qoidadan chora afzal degandek, chora deb baqsaqchu, endi xulosalaylik. Masalan, gul dunyolari bor. Maxsus mushu gulchilar gul setib oladigan maydonlar bor. Bizda mundaq bir gap bor-ku. Gul do'koni ichilmasimi, gullar ichilaveradi. Balkim shu kun gul ololmadingiz. Lekin Alfiraga quruq qo'l borgan holatdami gul do'konining taqilib ketgandan bak afsuslanganingizni, gullarning hamon ichilib turganligini, shu gul do'konidan olib beramisingizmi, atisi o'gini sayohatlarga yoki gulni yaxshi ko'radigan qiz do'stingizni gulzorlikda aylantirib, shu yerdan gul setilishga va'da berishingizmi balkim qizlarning ko'nglini utishga arzib qoladigan choralarning birisidir inim. Bizning qizlarning ko'ngli qayda pul, mal dünya, altın, bek köp narsalarni talab qilmaydi. Kichikgina ko'ngil, kichikgina tasalli so'z, ertib deyiladigan chiroyli gaplarni xalab qoladi. Xo'sh, Alfira, chiroqni saqlamsiz o'chiraytamsiz? Chiroqni o'chirayday. Endi bu yoqdagi ishga yigit masalasi bor. Chiroqni saqlab qolamsizlar, o'chirib yetamsizlar.
Endi işkanlarga kelaylik. Kelinglar. Hoş bulduk. Ahiri o'zinglar yoqtiradigan, o'rtaqlasha oladigan adamni uchirib oldinglar. Har ishkanlar. Muborak bo'lsin. Ishkanlarga Şinjan shifr biotexnologiyasi ta'minlagan, quyuqlik darajasi yuqori bo'lgan Aqsil, uningdan boshqa Şinjan Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati ta'minlagan to'yliq oltin uzukni sovg'a qilamiz. Agar chiqqanlardan xush xabarlar kelib, bir kunlarda o'ylanish guvohnomasi ola olsanglar, undaqda Şinjan Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati ishkanlarning Şirinay sayohatlarning barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Uningdan boshqa Ali Malim o'zi ishlab chiqargan keki kayfiyat ravollaштырыш tabletkasini sovg'a qilish bilan birga yana to'yinglarga 20 ming yuan naqd pul opiradi. Muborak bo'lsin. Taxtlaymiz chiqqanlarga. Rahmat. Xayramsa. Yaxshimisizlar ko'pchilik, men bu sahnaga chiqib, o'zimga yoqqidek bir aslan chiqdim deb o'ylamagan edim. Bu o'yinimdagi suyumli qiz bilan chiqib hamroh bo'lib qoldim. O'zimga yoqqidek adam chiqdi. Men nayt xush bo'ldim buningdan. Elchi sahnasiga ko'pdan ko'p rahmat. Yaxshimisizlar ko'pchilik, men bu sahnaga chiqib balkim bir chiqib qolar deb o'ylagan, lekin qandayroq odam chiqadi deb umid kutgandim. O'ylamagan yerdan qo'l tutib qoldik. Elchi sahnasiga rahmat. Yaxshimisiz aka? Bugun esa elchi programmasini ko'rib qandayroq his qilyapsiz? Bugungi bu elchi programma nihoyat yaxshi ishlabdi. Men yoqtirib ko'rdim, chiqib undan ishlab chiqibdi. Neç kısım boğan bu kız yigitler kol tutup düşmekle. Bugünkü bu sandan kız yigitler kol tutup düştü. Nahayet xursand oldum ben. Gerçi kız yigitler benim balam olmuş mu? Benim balam baxtını tapqandek nahayet xursand oldum. Ahırda kız yigitlerden uç program qatnashib baxtını tepishini ümit qilma. Talab bilan ehtiyoj o'xshamay qolgan ahvollar bo'lib qoladi. Qizlarning talabi o'g'illarning kutgan yeridan chiqmaydigan. O'g'illarning ehtiyoji qizlarning kutgan yerdan chiqmay qolgan ahvollar bo'lib qoladi. Biz elchida bunday ishlarni ko'p uchratdik. Lekin ketib berib bu safar jarayonida bir-biriga mos keladigan juftlarni uchrashtira olganimizda, ular qo'l tutishib sahnamizdan ayrilganda biz vardiqimiz chiqib xo'shal bo'ldik. Ishlagan xizmatimizdan rozi bo'ldik. Qadrli ko'rman do'stlar, bizga hamturtki bo'layotgan programmamizni qo'llab-quvvatlagan o'rinlardan tajdorligini olgan Şinjan Elchi to'y mulozimat cheklik shirkatiga cheksiz rahmat. Programmamizning har soniga qiziqayotgan cho'nglarimizning ko'ngli uchun, yoshlarimizning ehtiyoji uchun biz texim nodir programmalarni ishlashga tirishchilik ko'rsatamiz. Kelar hafta ishlaganlarni cheksa, kim deb so'ranglar. Biz elchi deb javob beramiz. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.